Mana shu Zikr 001 probeglisini sotmaganimizga akalar salkam 1 oy bo'libdi. Esinglarda bo'lsa 7 tami 8 tasi mana shu yoqqa terib qo'yib, bir haftaning ichida hammasini sotib oldik. Imini probeglisini 3-4 kun oldin biz probegini $50,700 ga sotib oldik. Oq rangni, xuddi shu pozitsiya, U pozitsiya. 24 ming yurgan ekan, 23 mingga bormagan ekan, 23.500 yurgan ekan, 24 ming ham deylik. O'zi bitta polniy birorlar qilib qo'ygan ekan, krugoy tonirovkalar bor, kraskasi top-toza, bamferlargacha radon ekan. 2024 avtopilotlar ishlaydi, lidari bor, 789 soat kuchliligi. Mobodoga BYD Xan yoki Champion nimadir mashinangiz bo'lsa yoki eskichasi bo'lsa ham barter qilib beraveramiz. Faqatgina BYD Zikr Leasing mana shu 3 ta model bo'yicha любой temada barter bor. Z Sport diska balonlar, perforatsiyalik oporn diska, supportlar, Pirelli shinalar R22 bo'ladi. Pultlar bor, eski kartasi ham bor. Xo'p, avtodavodchik mana eshiklarda prisoskalar bor. Dop opsiyalarda hamma narsalar qilingan. Panoramasi ham gazli, yarimta bu yoqqa, jalyuzi hamma narsa qilsanglar bo'ladi. To'rtta barmoqda silaysizlar. Qayerlarda $800 dop opsiyalar qilingan. Kojinli salon, qimmatbaholik, laminatsiyalar, mayda-chuyda narsalar. Yamaha 28 ta kolonka bo'ladi. Bu juda zo'r akustika. Masajlari, Abduf, Abagrev hamma narsasi bor. Plus magnitofonni qo'shganda ham masaj qilib juda bir boshqacha asushina beradi bu narsa. Hidab hamma narsasi bor. Xullas mashina polniy full, faqatgina Z Sport Alcantara salon emas. Mana orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Doristalin bilan Ristalin ko'pchilik farqiga bormaydi. Oddiy garim dorisidan farqlab olsanglar bo'ladi. Kichkina bo'ladi uniki. Old orqa bamferlarida farqi bor, kameralarda farqi bor, tepasida tomida spoilerchasi yo'q. Xullas 2024 narxi 45.700 akalar. Sunnatiga bu narsa o'tib beramiz. Chotki tetik turibdi mashina. Hech qanaqa ishi aybi yo'q. Bosinglar mana.